mustaqil ravishda o'z-o'zidan o'sib chiqadi. Hormonal bo'lishi mumkin. Shu endometri qalinlashib ketib, o'sib ketib, ana undan keyin polipsimon hosilalar paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat yana xuddi shunaqa endometriyda poliplar berishi mumkin. Bu abortlardan kelgan yoki tug'ruqdan kelgan ana shu hosila bironta qoldiq qolib ketsa, ana o'sha holatda ham polip beradi. Endi polip gistologiya qilganda boshqacharoq. Platsentarniy polip berishi mumkin. Yo'ldoshni qoldig'i qolib ketdi, shuni hisobiga bo'ldi deyish mumkin. Xo'p, birinchi variant bo'lsa, gormonal narusheniylardan keyin kelib chiqqan poliplarni oldirib tashlaganimiz bilan davolanmaydigan bo'lsa, keyingi oyga yana shu ahvol. O'shaning uchun обязательно gormonal poliplar 3 oyga operatsiyadan keyin gormonal lecheniya qilish kerak. Shuning uchun ko'plar keladi, gistroskopiya bo'ldim yoki matkani ichini tozaladi, gistologiya qildi, keyingi oyga yana qon kelyapti keladi. O'shaning uchun bu demak ko'proq tashxislash maqsadida bo'ladi bu holat. O'shaning uchun обязательно